Assalomu alaykum va rahmatullohi taala barakatuh. Hurmatli aziz va qadrli ko'ruvchilar, mana biz yanadam Sikandar Vali chashmasining oldidamiz. Mana bu yerga ko'rasiz, har yerdan o'lkadoshlarimiz kelgan, yigitlar kelgan, mana daryoga, chashmaga yo daryochaga suvga tashlayaptilar. Qarang, xalqlarimiz juda ham xursand, alhamdulillah. Shunaqa vaqtlarni o'tkazadilar xursandlik bilan. Azizlar, mana ko'ring, Afg'onistonning xalqini xursandligini. Juda ham mashalloh xursand, hammalari suvga yezib, suvga tashlab, qovunlarni olib, o'ynatib yuribdilar. Ushbu kun vaqtimiz juda ham go'zal bo'lib o'tmoqda, azizlar. Ko'rasizlar mana. Xo'p, chobas? Baxayr bo'ling. Qarang azizlar, mana to'plarni olib kelib, to'plarning ustiga chiqib, bu chashmani aytadilar, bo'y bermaydi. Juda ham xavfli ham deb aytadilar. Shu uchun mana to'pga suyanib tashlayaptilar. Ushbu chiroyli joylardan ham sizlarga lavha tayyorlayapmiz. Qadrdonlarim, sog'liklaringizni istayman. Doimo kulgu parvonasi lablaringizga parparlab tursin qadrdonlarim, har yerga bo'lsangizlar. Biz sizlarni xizmatlaringizdamiz. Chiroyli va go'zal joylardan video olib yuboramiz. Sizlarga mana bu sarsabzni qarang. Juda ham chiroyli sarsabzli joylar azizlar. Bo'sh paytlaringiz, vaqt bo'lgan paytlari ushbu joylarga keling azizlarim.